Assalomu alaykum guruhdoshlar, mana Namangandan kelgan akamiz Shirali akam, xudo xolasa bu akamiz ham ertaga operatsiya bo'ladi, operatsiyaga kiradi. Ahvollari yaxshimi aka? Bu qo'rqishlar yo'qmi? Hayajon, qo'rqish degan narsalar. Xudo xolasa bu Daniel akalar bilan bitta operatsiyaga kirasizlar. Sizlar ertaga. Yusuf akamning o'g'illari donor bo'lyapti. Kimingiz bo'ladi aka donor? Jiyaningiz. Bu akani o'g'illari aka. Shuhrat akamning yoshlari sal yetmay qo'yganiga o'g'illari beryapti akamizga. Assalomu alaykum guruhdoshlar, hammalaringga sog'lik salomatlik tilaymiz. Hamma sog'ayib ketsin. Islomga keladiganlar bemalol o'ylamay kasallanib bo'ladi. Doktorlari ulashlari yaxshi. Mana zemlyalarimiz nima yordam bo'lsa qilishyapti. Ularning hammalariga ming rahmat. Bemor ukam Shirali bo'ladi. Mana bu kelgandan keyin holati yaxshi, Xudo xolasa. Ketayotganda xudo xolasa aka yurib, bemalol yugurgilab ketasiz aka. Xudo xolasa.